Allah'ның сөйгісі və eğir sınaqdaki hikmet, qayta uyg'unish. Biz bugun tarixda ko'rilib baqmagan eğir bir sınaqning ishida turibmiz. Xitoy bizning ziminimizni, mol mulkimizni, hatto eng muqaddas bo'lgan diniy e'tiqodimizni qo'limizdan tortib ilib olmoqchi bo'ldi. Bu sınaq haqiqatan eğir, tasavvur qilg'isiz darajada azobliq. Lekin ay qarindishim, bir daqiqa to'xtab o'ylanib baqayli. Nima uchun dal biz? Chunki biz Allohning eng so'ygan bandalari bo'lganligimiz uchun. Inson psixikasida meni so'ysa nimishqa azoblaydi deydigan bir savol tug'iladi. Ammo haqiqat shuki, Alloh o'zi eng so'ygan elchilarini, payg'ambarlarni eng og'ir sinoqlar bilan tavlagan. Sizning bugungi azobingiz, sizning Allohning nazaridagi qimmatingizning belgisidir. Bizni dinsizlashtirishga urinishi, bizdagi iymonning zolimlarni qo'rqitqadak darajada qudratli ekanligining isboti. Biz Alloh so'ygan bandalar ekanmiz. Shunga bizga eng qiyin imtihonni berdi. Chunki odatga bir odamga berilgan sinoq bilan qahramonlarga berilgan sinoq o'xshash bo'lmaydi. Sadoqat va mustahkam iroda. Vatanimiz Xitoyning zulmi ostida. Xalqimiz milliy kimligini unutib, farzandlarimiz xitoylashtirilmoqda. Qani siz o'ylang, bularni o'ylaganingizda qalbingiz echishamdi. Bularning hammasi bizni Allohning dargohiga butunlay taslim bo'lishga chaqirayotgan bir nida. Alloh bizning e'tiqodimizni sinayotidi. Bu sinoqqa bardoshlik berish, umidsizlanmay mustahkam iroda tiklash bizning Allohga bo'lgan sadoqatimizning eng oliy ifodasidir. Alloh bizning yolg'iz qolganda, hamma narsamizdan ayrilganda, yanala "Ya Alloh" deb uning yuzlanishimizni ko'rishni xohlaydi. Chunki bizning uning cheksiz mehr shafqatiga va kuch-quvvatiga bo'lgan ehtiyojimiz hammadan ustun. Ibodat bizning qudratimiz. Esingizda bo'lsin, Xitoy sizning ibodatingizni cheklagan bo'lsa, u sizning nimadan kuch oladiganligingizni bilgachga shunday qildi. Namozimiz Alloh uchun emas, o'zimizning g'ururini va ruhimizni qo'g'dash uchun. Allohga taslim bo'lish zolimga qarshi eng cho'ng qo'zg'alangdir. Siz eqitayotgan har bir tomchi yosh, chekkan har bir oqlarimiz Allohning dargohida hisobliq. Biz gunohkor bo'lsaqmi, Alloh bizni tashlab etmadi. Aksicha bizni sinoq orqali bizni dunyoning qulliqidan qutqizib, o'zining haqiqiy bandalariga aylantirmoqda. Allohga bo'lgan muhabbat qalblarning aromgohi va ruhning o'ziqidir. İnsan Allah'ni tunuğan seri onu suyudu. Söygen seri imanı küçüydü. Allah'ның bizge bolgan söygisi ve yakınlığı. Allah Taala bizni jazalaşını emas, belki bizge rahim qilishni xohlaydi. U bizge hamma narsadan yaqindir. Qur'on Karimda bandalarim sendan men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqindirman. Duo qilguvchi duo qilsa, men uning duosini ijobat qilaman. Sura Baqara 186-oyat. Allah, men yiroqda, faqat pok odamlarningla duosini anglayman demedi. U men yaqin dedi. Siz qayerda bo'ling, mayli zulmda, mayli musofirlikda, Allah sizning pichirlagan duolaringizni anglab turdi. Hadis qudisda Allah Taala mundaq deydi: "Bendam menga bir g'erish yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashiman. U menga mengib kelsa, men uningga yuguraman." Buxoriy va Muslim. Siz bir qadam tashlasangiz, Alloh sizga 10 qadam yaqinlashadi. Sizdagi ozgina irodani Alloh buyuk bir kuchga aylantirib beradi. Gunohlarimizga qaramay bizni suyadigan Al-Vadud, ya'ni bak so'ygichi. Biz gunoh qilsaqmi, Alloh bizdan yuz o'ramaydi. U bizning tavba qilib, o'zining omonlik qo'yniga qaytishimizni kutadi. Qur'on Karimda: "Ey Muhammad, mening nomimdan bandalarimga aytqinki, o'zlariga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan barliq gunohlarni mag'firat qiladi." Sura Zümmar 53-oyat. Alloh sizni "Eh gunohkor" deb emas, balki "Eh mening bandalarim" deb atadi. Bu söygünün eng yuqori chekidir.
Hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qatim asr orasida o'z bolasini izlab yurgan, topgan hamon bag'riga besib sut bergan bir onani ko'rsatib turib, Allohning bandalariga bo'lgan mehr shafqati mushu onaning bolasiga bo'lgan mehr shafqatidan ko'p ortiqdir degan. Sinoq so'yguning boshqa bir shakli. Biz bugun tortayotgan azoblar, vatan hasrati va zulmlar bizning Allohning nazarida tashlanib qolganligimizni bildirmaydi. Aksicha, Alloh bizni tanlaganligini bildiradi. Hadis sharifda Alloh bir qavmni so'ysa, ularni sinaydi. Kimki sinoqqa rozi bo'lsa, Allohmo uningdan rozi bo'ladi. Siz tortayotgan zulm sizning qimmatingizni oshirish uchundir. Xitoyning sizni dinsizlashtirishga urinishi, Allohning sizni o'z dargohida shahidlik, g'azot va sabr martabasiga ko'tarish uchun bir fursatdir. Allohga taslim bo'lishning qudrati, Allohga bo'lgan muhabbat insonga shundoq bir jasurlik beradiki, uning qalbida Allohdan boshqa hech qanday qo'rqinch qolmaydi. Qur'on Karimda bilinglarki, Allohning do'stlariga, ya'ni oxiratda hech qanday qo'rqinch yo'qdir. Ular g'am andishima qilmaydi. Sura Yunus 62-oyat. Biz Allohga haqiqat taslim bo'lsak, dunyodagi barliq zolimlar bizning oldimizda ojiz bir maxluqdek ko'rinadi. Mol-mulk, zimin ketsin, lekin qalbdagi Alloh degan nur bo'lsa, biz har vaqt g'olibmiz. Qalbga chaqiriq. Qarindishim, Alloh bizni so'yganligi uchun bizga mushu og'ir sinoqni berdi. U bizni uyg'onsin, menga qaytsin, dunyoning aldab qo'yadigan zinnatlariga emas, mening mangulik nusratimga qaytsin deyotdi. Allohning muhabbati bizning eng cho'ng g'albimiz. Biz dunyoning eng qiyin imtihonidan o'tyapmiz. Mol-mulk, zimin va jismoniy erkinligimiz bizdan vaqtliq ayrilgan bo'lishi mumkin. Ammo bizning Allohga bo'lgan taslimiyatimiz va Allohning bizga bo'lgan sevgisi bizdan hargiz ayrilmaydi. Nima uchun biz taslim bo'lmaymiz? Alloh sizni tanladi. Siz tortayotgan har bir azob Allohning nazarida sizning martabangizni o'stirish uchundir. Siz jazolanayotgan banda emas, balki tovulinayotgan suyumlik banda. Itoat bizning kuchimiz. Biz Alloh uchun deb qilgan har bir ibodat aslida o'zimizni dunyoning zulmidan qutuldirish, ruhimizni qudrat topqizish uchundir. Xitoy bizning dinimizni, ibodatimizni yo'qotmoqchi bo'lganida, aslida bizdagi oshu yengilmas ruhni yo'qotmoqchi bo'ldi. Qarindishim, siz Alloh so'ygan, sinoq bilan alohida tanlangan bir millatning avlodi. Zolimlar bizning dunyolarimizni alishi mumkin, lekin qalbimizdagi Allohga bo'lgan muhabbatni va abadiyga bo'lgan ishonchni hargiz ololmaydi. Biz Alloh bilan bo'lsak, dunyoda hech kim bizni mag'lub qilolmaydi. Alloh bizni suyadi. Biz ham Allohni suyamiz. Bu muhabbat bizning nusratimizning ochqichidir.